Ular tuya boqmoqchi bo'lgan. Ben tuyaga kichkinalik qiladi. O kechqurun bekitib qo'yishganida xolos edi. Bepoyon bir tuyaga shetda juda keng bo'ldi. Qani mehni o'tishingiz kerak-da. Hozir Mongoliyadan 1000 ta tuya olib kelishmoqchi bular. O'sha bilan ham bir qiziqib ko'rishingiz kerak-da. Tashlab qo'ysang yuraveradi. Sabr cho'zib. Mongoliyadan qo'y olib keldi-yu bular. Hozir bor, qani mehni. Shundan keyingi bilan. Ulardagi bitta narsaki parrandachilikda ayniqsa tovuq, qo'y bir-biri bilan sarmishaq qilib bo'lmaydi. Ularni aralashtirib bo'lmaydi, bular boshqa biznes. Mana maytaq bilan boqishgan ekan. Mana bitta itni boqishgan ekan. Bitta olishda tarbiya, endi bitta kasal tarbiya. To'g'ri aytadi. Bitta tavakkal. Shunaqa tavakkal. To'g'ri endi ishlab har qanday mablag' yig'imim bor-ku. Mabodoga mani aytibman, u faqat to'pxonachilik, ko'pchilik to'pxona o'qituvchisi, nihoyatda katta tavakkalchiligi va rizqi bor. Mana bu aytayotgan qushqimdagi to'plangan puli, anaqa borda endi mabodo bir narsa bo'lsa qoplab olishga. Chunki bunaqa ishda qarz bo'lib bo'lmaydi. Davlatgina qancha vaqtida to'lab tursak shuncha yaxshi. Yana kengayib yordam beradi davlat. Tushunayapsizmi? Yuk qo'ygan bizneslaridan bormi? Mana aytaman, biz ismini qurdik-ku. Men kuymadim. Foydada emasmiz.